Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Men yangi bozor majmuasiga keldim. Bu Toshkent bozoridan ham, Samarqand Urgut bozoridan ham, Jahon bozori Andijondan ham qolishmaydigan 1200 ga yaqin do'konlar mavjud ekan. To'g'risi hamma ko'chib kelgan. Sharoitlari ham o'ziga yarasha kengish yaxshi. Hamma narsaga, talablarga javob beradigan bozor ekan. Bizning Surxondaryo viloyati Denov tumanida joylashgan bu Denov yangi savdo markazi haqiqatan ham katta bozor ekan. Bu qolgan viloyatimizning bozorlaridan qolishmaydigan holatda kengish. Shu darajada. O'rtasi. Andaqa staloymi? Bozorning kattaligini ko'ryapsizlarmi? Bozor shunchalik katta. Yaxshi. Bizni kuzatishda davom eting.